Assalomu alaykum qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar. 10-may sanasi Surgut shahridan tabriknoma loyihasi Kamina Muhammadjon yana bir yaxshi insonni, onajonni xursand qilgani mana shu dolmoqqa kelib keldik. Sizlar bilan birgalikda onajonimizni chiroyli xursandchiliklariga, bayramlariga sherik bo'lamiz. Qani marhamat. Assalomu alaykum onajonlarim. Maylimi 2 daqiqa vaqtlaringni olsam-a, meni taniganlar bo'lsa kerak, tanimaganlar bo'lsa kerak. Avvalo assalomu alaykum. Munis onajonlarim, mo'tabar onajonlarim, sizlarni mana shunday go'zal kunlarda diydor ko'rganimdan bag'oyat xursandman. Adashmasam, maktabni tamomlangalaringga 40 yillik yubiley munosabati bilan mana shunday chiroyli diydor g'animat qilibsizlar. Chin yurakdan muborakot etamiz. Mehr oqibatlaringiz hech qachon ko'z tegmasin. Yaxshi yomon kunlaringni hamisha yelkadosh bo'lib yurish nasib ro'z eylasin. Endi meni taniganlar bor, tanimaganlar bor. Men ikki oz o'zimni tanishtirib kelsam, men tabriknoma loyihasi boshlovchisi Muhammadjon bo'laman. Shu yerda bir Pirnazar va Ra'noxon onajonimiz bor ekan. Bitta qarsak chalib o'sha onamni yonimga chaqirsam maylimi? Ra'noxon onajonim. Pirnazar va Ra'noxon onajonim. Keling, assalomu alaykum onajon. Siz yaxshimi? Joniy zamonmi? Qarang, farzandlaringiz sizni jondan ortiq yaxshi ko'rar ekanda. Biz boshqa shaharda bo'lishimizga qaramasdan iltimos qilishdi, zudlik bilan o'sha lazzat kafesiga yetib boring deydi. Onajonim bugun xursandchilik kunlari, shodiyona kunlari edi. Ikki og'iz chiroyli tabriklar bilan, yaxshi niyatlar bilan onajonni qo'llab qo'ysak edi. Albatta farzandlaringiz baxtovar, Umida, Manija, Maxtinaxon, Nisoxon nomlaridan chiroyli tilaklarni, tabriklarni, eng avvalo sog'lik, salomatlik tilarkanmiz. Mana shu yerda chiroyli buketlar bilan onajonimizni qutlarkanmiz. Onajonim mana shu buketlarga doimo ochilavering. Ey yashaylar, ko'z tegmasin. Mashalloh, ko'z tegmasin onalarim. Har bir onajonga mana shunday farzandlar qo'llaridan chiroyli guldastalar qabul qilish, chiroyli tabriklar qabul qilish nasibi ro'z eylasin. Ey yashang, ko'z tegmasin. Mana shu farzandlar nomidan barcha onalarimizga to'rt qator she'r o'qib bersam maylimi? Onasi bor odamning bu dunyoda kami yo'q. Armon yetar tashvishlar hech kimsadan kami yo'q. Bolam saniya, mani qornim to'q degan so'zlarim eslab bugun ko'zlarimda nam yolg'on ekan bu so'zlar. Mani o'ylarkan onam. Ustingga ko'rpani yo'q, isib ketyapman bolam, lekin sovuqdan dir qalqilar sarham. Mani o'ylarkan onam. Muhabbatdan so'z ochganda onadan boshlaydi. Onasini yaxshi ko'rmagan yigitning muhabbati yolg'ondir. Onajonlarim sizlar aytib bo'lmas, qo'shiq sizlar yozib bo'lmas she'rlar sizlar ona. Nur yog'lar yuzingizdan xafa bo'ldingizmi bizdan? O'rgilayin o'zim sizdan ona qariyapman demang, so'rib boryapman demang. Yugurganim chopganim, dunyolardan topganim, fido bo'lsin bu jonu tanim, onajon qariyapman demang, so'rib boryapman demang. Ra'noxon onajonim, ozgina bo'lsa ham mana shu farzandlar nomidan xursandchiligingizga biz o'zimizni ozgina mana shu tabriknoma loyihasi Kamina Muhammadjon ozgina xursandchiligingizga sherik bo'lgan bo'lsak, biz o'zimizni baxtiyor his etamiz. Hamisha mana shu farzandlar baxtiga, yaqinlar baxtiga, jigarlar baxtiga sog' salomat bo'linglar. Farzandlarni hammalaring duogo'y onajonlari bo'lib yuringlar. Farzandlar sizlarni hamisha boshlarida ko'taradigan, qo'llarida ko'taradigan farzandlar bo'lsin. Maylimi onalar, o'zlaring uchun o'zlaringga chiroyli qarsakni balandroq sharaflar. Sog' ozgina vaqtlaringni oldik. Barchalaringga yaxshi xordiq va davom bo'lsin. Xudo xohlasa 40 yillikda mana shunday akalarim bilan diydor g'animat qilibsizlar. 50 yillik, 60 yilliklarda kelaylik. Hassalari bilan sekin kirib kelganlaringga biz chiroyli tabriklarni sizlar tomon yetkazish nasib bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar.